Bismillah qo'yish. Vah, ertalab ham bo'ldi. Men qishloqning qarorisiman. Bularni olib olamiz. Men endi pul ishlashim kerak. Men hozir ishlanib qolib olaman. Ko'proq pul ishlayman do'stlar. Uyimning ustida agaratim. Mana bularni olib olamiz. Shunday. Mana shunday. Shunday qilamiz. Men buni ketchuq atayman. Agaratlarni ekib olamiz. Foydalanadi. O'rga kim kelgan? Kecha uy yo'q edi, yangi ko'chib kelgan. Qani boramiz. Kim ko'chib kelgan bo'lishi mumkin? Qiziq. Qani endi narsalarni qo'yamiz. Shtomonga boramiz. Qani narsalarni qo'yamiz. Narsalarni qo'ydik. Endi nima qilamiz? Takintamni boyagi uyga boraylikchi. Unda kim yashaydi? Kechagina yo'q edi. Hozircha qishloq mening qo'limda. Hoy, hammasi yaxshimi? Yaxshi ketyaptimi? Sen kimsan? Salom, Steve, kimsan? Kompot qanday? Yaxshi, kimsan? Kimdan so'rab kelding? Dokument qog'ozing bormi? Bor, Qani ko'rsat. bor. Ko'rsat. Hozir yur. Uyingda tekshirishim kerak. Birorta qurol chiqsa. Mayli, yur. Birorta pompa yo'qmi? Yo'q, mana yur. Men qilishlar bor ekan. Mani dokumentlarim menda turadi. Pasporting ham bor ekan. Tushunarli. Nima meni o'rdingmi? Qamaymi? Yo'q, hozir. O'ylaring bo'larkan, qani men bu yerlarni ko'rishim kerak. Mayli. Ham pompa yo'qmi? Qishloq raisimi? Raisim qani. Mayli. Bu yerda ishdimi yo'q? Qani. Hech narsa yo'q. Ha, yaxshi unda, yaxshi. Har kuni sizdan men pul olaman, men qishloqning raisiman. Mayli. Ustimdan siz yangi kelgansiz. Pul olishim kerak. Ustim, mana sana olyapman, 2-3. Tamam, men bularni. Bo'pti, xayrli. Mayli. Men hozir bu qishloq pullariga qo'shib kelay. Bo'pti. Bu meni uyim. Yaxshi. Mana bu. Men hozir qishloqqa pullarni qo'shib kelay. Uyimda nima bo'libdi? Bu yangi kelgan ekan. Pasportlarni ham shu qo'yib qo'yaylik. Buni ham qo'ydik. Endi biz pastga pemol tushsak bo'ladi. Qani. Pastga tushamiz. Nima qilib yuribdi? Kompot. Qani u? Ha, nima deysan? Hoy, urma sherigim. Mayli, tushunarli. Menga dokumentim kerak edi. Nima qilasan? Kerak edi. Mana ol pasport. Tamam. To'g'ri. Sizni zo'r jangchi deb eshitibman. Nima Men bilan jang qilasizmi? Farqi yo'q. Menga farqi yo'q. Bugun kechga. Tamam. Tayyorlanavering. Tamam. Nimalarni jang qilmoqchiman men bilan? Ko'ramiz, bu qishloqning raisi bo'libdi.
Tak, hozir biz bular kerak bo'ladi. Bularni tak, buni tak, qani biz kech ko'rishamiz, kech bo'lishini kutamiz endi. Hali kech bo'lmay bir ikkita qishloqlardan qarz deganda bergan yo'q, so'rang men restoranga kirmasam juda qonim ochdi. Tam tak. Restoranga kiraman. Odam ko'pmi deyman-da. Tak. Salom, nima bor sizlarda? Men bitta baliq yesam, yeyman. Bitta olma, bitta shashlik, bitta tovuq go'rma. Tak. Bismillah xonimga. Tak. Bitta sandiq budur. Tak, yaxshi. Qornim to'ydi. Salom janob. Qishloqning raisi bo'lish qanday jo'ra do'stlar? Nima qilsam bo'ladi? Masalan, men parlata yo'lasam bo'ladi. Tak. U mening shogirdim bo'ladi, go'lim. Taqqan men uylarni tekshirib chiqishim kerak. Ishdimi yo'q? Tamam, parlab ketmasin. Tak, bu yerda nima bor? Hozir buni to'g'rilaymiz, sotolsin. Yaxshi, qani ishdimi yo'qmi? Yaxshi. Qishloqning raisi bo'lsak, ish ko'p bo'ladi. Tak, qani politsiyaxona tinchmikan? Tak, salon tinchmi bo'lsa? Ha. Yaxshi, tak. Bularda ham qonun bormi? Tak, yaxshi. Yaxshi. Endi biz magazin tekshiramiz, qani ishdimi yo'qmi? Tak, magazin. Salom janob, qani sizda yetarlicha non yo'qmi? Bomba, qani? Hech narsa yo'q. Tak, suvlarda suvamiz. Juda mazali ekan, tak. Yaxshi. Endi buni tekshiramiz. Tak, salom. Zaharli dorilar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, tak. Bu yerda bemorlar. Yaxshi. Endi biz boyagi chuvalchak bilan jang qilamiz. Kecham tushib qolyapti, narsalarni to'g'rilaymiz, chetga chiqib jang bo'ladi hozir. Bu yerda biz jang qilamiz. Mana shu yerda men bo'laman. Tak. Yaxshi. Mana shunday. Tak, 12 ni ham to'g'rilab beramiz. Tak. Shunday, tak. Sho'rmindan bo'ladi, tak, endi rang kelmaydi. Nima zombilar ko'payib boshladimi, tak. Voy bu. Ur shogirdam. Gap yo'qtasing. O'rgamchiklarni men shahar, qishloq men qo'limda, bularni qutqarmasak bo'lmaydi, tak. Qanaqa zombi. Ha, qo'shning ertaga jang endi. Siz dam oling uyingizda. Mayli. Tamam, paga. Dam oling siz. Bo'pti. Dam ol. Ertalab bo'lsin, ertalab o'sham.
Tak, endi mani urushdan ham chengdim. Boshqa sakramang, xo'pmi? Xo'p. Tak, endi nima qilmoqchisiz? Endi bemalol yashayvering, men bilan hazillashmang boshqa. Zo'r urushasiz ekan. Hammaga xayr.